Nechi puldan olyapsiz o'zi? Hop, ko'rsam bo'ladimi o'zi? Yo, oldin narxini ayting, keyin ko'rasiz. Hop, men probasini ko'rishim kerak. O'zi probasi nechi buni? Men qayerdan bilaman, tillachisizmi, menmi? Hop, shuning uchun bering, men ko'raman-da. Men qirilib ketmasin. Qo'rqmang. Xo'p, menga hozir lupa kerak bo'ladi-da, ichkariga kirganimizda yaxshiroq bo'ladi-da. Men sizga точный ответ aytaman. Qanaqa proba? 585 mi, 750 mi? Keling yuring. Asabiy chiqyaptimi deyman-da. Xo'p, yuring unda ichkariga kiramiz. Yo'q, kirmayman ichkariga, mana shu yerda hisoblayman, mana shu yerda tekshiring. Nimaga unadi hozir ichkarida bemalol o'tirardik? Xudo qilamiz ko'rgan, mana shu yerda hisoblab bering. Olib chiqib o'rasiz, mana shu yerga. Ajoyib ekansiz. Kirmayman ichkariga, mana shu yerda. Mayli, unda hop kutib turing, olib chiqing unda narsalarimni. Mayli, yuring unda. Ajoyib odam ekansiz, ichkarida bemalol o'tirardik-da. Keling bu yerga. Men просто shamol ham o'ynaydi-da, o'shaning uchun mana bu narsasi turibdi, shamolni o'chatiring. Mayli, asabiylashmang. Nima bo'ldi o'zi? Mana nervniysiz. Xo'p, buningiz esa probasi baland bo'lishi kerak. 750 proba ekan. 916 mana ozgina shamolda o'ynayapti, taros to'g'ri. Xo'p, baba. 1 million 450 mingdan 750 proba, 13 million 282 ming bo'lyapti va 13 million 300 ming so'm qilib beraman. 36 million 300 ming so'm bo'ladi bu. Общий 49 million 600 ming so'm bo'ladi. To'g'ri keladimi sizga? Qo'shmaysizmi? Necha pul qo'shib bering? Tekis qilib bering. 50 million olsam 400 ming so'm qo'shib kerak. Xo'p, bo'ladi, qo'shib beramiz. 50 million to'g'ri keladimi sizga? Xo'p. O'zi nima asabiy chiqyapti-da? Pul bosadi, tezroq bersangiz yaxshi gapirardim. Xo'p, bo'ladi, hozir olib chiqib beraman. Xo'p, mana. Olib chiqib berdim sizga pul 20 million bu 20 million 40 million va 10 million 50 million so'm aytganingizdek. Rahmat. Buni o'ziga keldingizmi? Ha, shuncha maqlar deyiladi. Sog' bo'ling, rozi bo'ling. Salomat bo'ling, xo'p. Mana hozirgina mijozimizdan tilla olib qoluvdik. Sal boshqacharoq qizlar ekan. Shuning uchun ko'chaga ham mashinaga holatlarda ko'chaga ham chiqib skupka qilib qo'yaveramiz. Sal boshqacharoq muomalasi ekan bu qizni. Mayli, biz klientlar bilan har doim yaxshi gaplashamiz. Xo'p. Mana bunaqa narsa olib qo'yganmiz. 585 probali braslet va brasletga o'xshagan bu ham 750 probada ekan. Yaxshi narx va qimmat narxda olib qoldik. Mijozimiz har doimgidek rozi.